شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Hörmətli qardaşlar, biz bugün Sura-Baqaradanki 285-ci ayetiga keldik. Yani ahirki 2 ayetni inşallah bu saatlik dersimizde okuyumuz. Bu ayette Allah Subhanahu ve Taala şuna başlaydı. Estaizu billah. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Yani kısaca tercümesini kılsak, Peygamber Aleyhisselam'ın demekçi Allah'ın elçisi Rabbi tarafından özüge düşürülgen vahiyge iman etti. Müminler mu hem iman etti. Hemmisi Allah'a, Allah'ın malaiklerine, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın elçilerine iman etti. Biz Allah'ın elçilerinden hiç kimden arasına ayırmayımız. Bula şuna deydi ki biz anladık, itaat kıldık. Ey Rabbimiz bizden günahımızı mağfiret kılsana. Ey Rabbimiz biz ahirda özür tarafiga qaytib borimizni bizning qaytadigan kelgusi panagahimiz özür tarafida bo'ladi bilan oyat oxirlashdi. Oyatning tarjimasiga ko'ra o'ylanib baqsaq, Alloh qo'ygan tunji iymon payg'ambar alayhissalom tarafdan kelgan. Oyat shuna boshlandi. Amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih, ya'ni payg'ambar alayhissalom Resulullah Rabbi tarafından özüge düşürülgen vahiyge iman etti de bulup vel mu'minun ondinkin mu'minler iman etti. Ondinkin mu'minler geldi. Aval Resulullah iman etti. Ondinkin Resulullah'ın davetdeki iman etken mu'minler tertip cihette aval Peygamber Aleyhisselam'ın imanı oturup okuyaldı, tılgalindi. Ondinkin mu'minlerin imanı tılgalindi. Şundan Resulullah bilen müminlerin imanı arınlaşıp kullun amene billahi ve melaiketi ve kutubi ve rusulihi hemmisi Allah'a, Allah'ın malaikelerine, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın elçilerine iman etti de ağırlaşma şekilde ayetinin ahırında anlatıldığı ifadelendi. Yani hulası şu ki Peygamber Aleyhisselam ve müminler hemmisi Allah'a iman etti. Birinci iman Resulullah'ın geldi. Yani Resulullah'ın imanı ve Resulullah etkileyen, risaletki işengen müminlerin imanı. Anlayın, iki iman ortaya çıkıp doğandan keyin ikisini ağırlaştırıp durup anlamdaydı. Kullun amene bil tabi'a. Çünkü Peygamber Aleyhisselam aldı bilen özü iman etti, çünkü özü iman etmegen narsaga boshqa qildi. Chaqirilmaydi. Undan keyin bizga Rasululloh yetkazdi. Biz Allohga iman etdik, Rasulullohga iman etdik. Shuning bilan iman birlashib, Rasulullohning iymoni bizning iymonimiz bo'ldi. Bizning iymonimiz Rasulullohning iymoni bo'ldi. Shu boshqa oyatning o'tiriq qismida kullun amene billahi hemmisi Allah'a, Allah'ın malaikelerine, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın elçilerine iman edilir. Ma şekilde ifadeleşi şu. Yani demek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam birinci baskışta Allah'a iman etken aldı bile. Resulullah'tan talep kılındığını avval özünün Allah'ın elçisi ekanligiga ishonish.
Shunga o'xshagan har qanday odam o'zi ma'lum vazifaga chiqqandan keyin, vazifani ustiga olgandan keyin shu vazifasining o'zining mas'uliyat ekanligini tunish, shunga ishonish bu oldi bilan birinchi qitim talab qilingan talab. Rasulullohdan qilingan talabimiz shu. Rasululloh oldi bilan o'zining Allohning mu'minlarga avatgan elchisi ekanligini o'zi e'tirof qilish kerak. Rasululloh hayotida ashhadu anna Muhammad rasululloh deydi. Rasululloh iymon eta olsa, ashhadu anna Muhammad rasululloh deydi Rasululloh. Hatto Rasulullohning tarixlarida bir ish hayron qoldirsa, Rasululloh nima deydi? Ashhadu anni rasululloh. Men o'zimning Allohning elchisi ekanligiga guvohlik qilman deb aytdim. Xo'sh shaklda deydi. Masalan, buning misollari aytib, bir misol olsak, İmam Buxoriy Babul At'imada, İmam Muslim Kitabul İman'da rivoyat qilgan bir hadis bor. Hadisning mazmunida Madinada bir Yahudi bo'lib, Jabir radhiyallohu anhuning beg'ining ho'sulisini olib bo'lguncha qarz urib turadi. Bir yilisi Jabir radhiyallohu anhuning mo'l ho'sulisi kechikdi. Yahudi kelib mevzuga vaqtda qarzni suyladi. Ama Jabir radhiyallohu anhuda qarzni bergan bir ish yo'q. Ya'ni mo'l ho'sul ololmadi. Kechiktirishni talab qilgan bo'lsa-mu, unimadi. Rasulullohga xabar qilgandan keyin Rasululloh sahobalarni boshlab boqqa keldi. Rasululloh paranglashdi, unimadi. Shunga Rasululloh yana qilgan bir bilik jarayon bor edi. Jabir radhiyallohu anhu Rasulullohning oldiga xurma akeldi, mehmon sifatida. Rasululloh yedi, o'rinni ko'rsatdi, birdan uxladi, qopdi, bag'ni aylandi, yana azroq xurma yedi. Undan keyin ikkinchi qatam Yahudilar paranglashdi, Yahudi yana rad qildi. Ya bu yil amsan bo'lmaydi qarzini deb. Shundan keyin Rasululloh undan keyin Jabirga tamom xurmani uzib, qarzini ado qil deb buyruq qildi. Jabir Rasulullohning ko'rsatgani bo'yicha ba xurmasini uzib qarzni berdi. Qarg'idek bo'lsa, xurma qarzga to'lab, ya'ni aslidagidek bir eshib qolgan bir holat. Ya'ni Rasulullohning barakatini ifoda etadigan bir hadis. Mushadisning oxirisida Rasulullohning qashig'iga kelib, men xo'sh xabar berdim deydi. Va qarzimni berib to'lab bo'ldim. Ya'ni xurma aslidagidek qoldi desam, Rasululloh ashhadu anni rasululloh deb so'ragan. Bunda jarayon, bunda ahvollar intayin ko'p. Ya'ni demakchi o'g'limiz shuki, Rasululloh oldi bilan o'zining payg'ambar ekanligiga o'zi iymon etish kerak. Bu Rasululloh talab qildigani. Endi Alloh subhanahu va taoloning o'zining iloh ekanligiga oldi bilan guvohlik qildi. Nima deydi? Shahidallohu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu va ulul ilmi qoiman bil qist la ilaha illa huval azizul hakim. Ali Imron surasida yani 18-oyatda Alloh o'zidan boshqa ilohning yo'qligiga Alloh oldi bilan guvohlik qildi. Rasulullohning Allohdan boshqa ilohning yo'qligiga Rasululloh guvohlik qildi. O'zining rasul ekanligiga ham guvohlik qildi. An mu'minlarga buni yetkazdi. Mu'minlar buni iymon etdi. Iymon qurilmasi shuni bilan kutildi. Mana o'g'achqa. Shu bugungi o'qimoqchi bo'lgan suramizdagi keyingi mazmun nima desa, kullun amana billahi va malaikatihi va rusulihi. Kullun degani payg'ambar, mu'minlar hammasi degan ma'noni qanaqa qilib ifodalaydi. Endi ma oyatda davom qilyapmiz. İmanın türlerini Allah bizga bayon qilyapti. Ya'ni bir odamning iymoni butun bo'lsin demoqchi bo'lsa, aytiladigan taraflar qaysi? Birisi amana billahi, Allohga iymon etish, va malaikatihi, malaikalarga iymon etish, va kutubihi, kitoblarga iymon etish, va rusulihi, payg'ambarlarga iymon etish, payg'ambarlarning elchilaridan o'tirib hech kimni ayirmaslik, ayirib qo'ymaslik, Allohning butun elchilarining hammaga iymon etish. Mana bu iymonning turlari. Endi ilgirki darsimizda kelgan iymon g'aybiy ishlar bo'ladi. Ko'z oldimizda ko'rayotgan hissiy narsalarga iymon olmaydi. Tamoqib o'tirayotganligimizga ishimiz iymon etmaydi. Chunki u amaliy ahvol. Mening oldimda kitobning bog'liqligiga ishonmasam bo'ladi. Iymon etmasam chunki bu kitobning bog'liqligi amaliy ahvol. Iymon normalda g'aybiy inson idrokotining sirtidagi ishlar bo'ladi. Unda olgan ekan. Ma oyatdagi iymon turlarining ichida Allohga iymon etish tamom g'aybiy ish. Malaikalarga iymon etish g'aybiy ish. Agar Alloh malaikalarda bir xalqim bor degan bo'lsa, biz uni bilmaydik. Mana Alloh subhanahu va taolo bizning malaikalarni yaratganligi, malaikalarning Allohning buyrug'iga aslo qilmaydiganligi, Allohning buyrug'ini ijro qilganligi, buning hammasi bizga Alloh deb berdi. Bu bir g'ayb ish. Agar u depamagan bo'lsa, biz malaikalarning borligini bilmaydik. Ma g'ayb. Kullun amana billahi
ve melaiketihi başkası gayb. Hem de ve kutubihi ve rusulihi gayb mi gayb emas. Allah'ın tüşergen kitapları ima etiş ve evvelken elçilik ima etiş. Kitapları nah aldığımızda var. Peygamberlerin hepsi insan, yani öz zamanı kişilerle normal ardıç yaşayan kişiler. Bular gaybımız bular kanda ima etildi. Değilse bu yerdeki mesele kitapının Allah tarafından düşürülgenligi gayb eğer bir sual kelip kalsa. Peygamberlerge Allah tarafından vahiynin düşürülgenligi gayb. Peygamber insan bo'lganlikdan g'ayb emas. Kitob bir muqovali qog'oz kitob bo'lganlikdan g'ayb emas. Ammo shu kitobning ust tarafdan tushirilganligi, shu payg'ambarga vahiyning tushganligi, ma'u an g'ayb bo'ladi. Bu shaklda qanaqa qilsak bo'ladi, tushunsak bo'ladi. Aniket oyatning oxirida yana bir bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Allohning elchilarining orasini ayırmayımız. Hemimiz ortak ima etimiz olur. Mesela Adem Aleyhisselam'ın ta Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam rica. Bunun için Yahudiyet ve Hristiyaniyet. Bu ne muanna olsun ise Adem Aleyhisselam'ın ta Peygamber Aleyhisselam'ın bütün Peygamberlerin ki davetinin ortak bir merkezi var. O olsun akide meseleleri. Allah'ın varlığı, birliği, kıyamet günüsü, insanın tirilişi, hesap ceza oluşu, cennet, dozak, bu meseleler bütün peygamberlerde olmakta. Fakat illa ki her peygamber yaşayan zamanla şaraitinin oluşmasını qarab turib, ameli real tatbiqlanadigan ahkamlar, bazı hükümler, qonunlar farqlanadi. Hatta Resulullah'ın davridan bugün kunga bazı meseleler özgergen bolsa, şu davrdan bu davrdami bazı ahkamlar qanday özgüreydi. Bu mesele bu yolun bir işlerligiga ta'sir etmaydi. Bir hükümün farklı olganligi yolun. Hatta mesela bugünkü dünyada çok bir büyük devletlerninki Rusya tüzümleri var. Mesela her ülkeleri mesela özünün ahvalığı, özü qarab qanday qiladi, hüküm chiqadigan ahvollar insanlar dünyasının normal ahvoli. Hüküm meselesi insanlar yaşayan şaroitga qarab turib farqli bo'ladi. Her peygamberning zamoni seni bir peygamberdan farqlanadi. Yaşayan şaroit o'xshamaydi, insonlarning psixik, mijoz xarakteri o'xshamaydi. Ahkam, hüküm, kanunla farklı olsun mu? Ama asasi prensip, akide meselelerinde tamamen hemiz o'xshash bo'lgancha biz bütün peygamberlerin hemmisine bir yol deb qaraymiz, onun bir yo'lligiga ishonamiz ve onu şu şekilde turup ima etimiz, onu şu şekilde de turup ima etimiz. Mana bu la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi degan oyatning mazmuni bu. Endi shundan keyin oyatning oxirida faqalu sami'na va ata'na. Sami'na va ata'na biz angladik, itoat qildik degani anglash da'vatning yetganlik ifodasi bo'lsa, va ata'na degani shu da'vat bilan qanaqa qilish, ta'sirlanish. Mayli u da'vat cheklama sifatida kelsin, buyruq sifatida kelsin. Buyruq sifatida kelganini ijro qilamiz, cheklama sifatida kelganini cheklanamiz. Mana bu mu'minlarning nimasi holati bu. Endi mushadan bir narsa chiqadi. Din insonning hayot ritmiga munosabatli, hayot harakatiga munosabatli bo'lg'achqa nurg'un buyruqlarni keltirgan, nurg'un cheklamalarni keltirgan, dinga iymon etgan, da'vatni anglagan odam va ata'na degan ekan. Shu cheklamalarni hayotda uyg'unlash kerak. Şu buyruklardan hemini hayatta tatbiqlashi kerak. Qanaqdir? Bugünkü dünyadaki dinni hayatdan ayırmoqchi bo'lgan, buni o'ylab tirishayotgan ishlar bor. Din degan namoz, zakat, ibodat, masjid, undan boshqa bo'lmaydi. Din faqat ibodatxonada, masjidda bo'ladi, hayotga munosabat yo'q degan kishilarga qarata biz shunda deb javob beramizki, asli din sizler düşüngendek hayat hareketinden ayrı bir şekilde insanların hayatıyla münasebetsiz bir şekilde kelgen narsa emas. Belki insanların hayatını insanlaştırmak için kelgen. Sizler fakat ilgiriki, xuddi Yahudiyetdeki, Hristiyan dinindeki ruhiyetini qo'zg'atish uchun avatilgan bir qism dinlarning xarakterini islomga tatbiqlasanlar olmaydi. İslam dinlarning eng oxirgisi, Muhammed Aleyhisselam peygamberlarning eng oxirgisi. En ahırda mükemmel şekilde insanın bütün hayatına münasebetli, bütün hayat ritmini orunlaştırdığı bir din sütüde kanaklıgan kelgen din. Mesela bir misal alsak Sure Cuma'da Ya eyyuhellezine amenu idâ nudiye lis-salâti min yevmil cum'a fes'u ilâ zikrillah ve derul bey.
Ey müminler, namazga, cuma namazga azan çıksa, sol sıtkını taşlap, sıra Allah'ın zikrine aldırapmayınlar. İnsanların hayattaki hareketten ibadet hareketine haydavatıdır. Dep bulup, ayetinin ahirasının deydi, فَاِذَا قُضِيَتِ salat namaz tügüse, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ hem de bu ibadet kanını çıkıp hayatına kaytanlar. Yani din bu şekilde insanların hayat hareketinin içinde kanaklıdır, uğurlaştırılır. Ruhi, manevi, maddi taraflarga uğurlaştırılır. Yani din hayatının her sahaya neymi o? Münasibetlik tamamen. Sonuç berdeki semi'ana ve ata'ana degeni biz bu din öpkegen prensip kaidelerini anladık ve muşine hayatımızda kanaklarımız, tedbaklayımız degen buldu bu yerdeki mesele. Gufraneke Rabbena ve ileykel masir. Yani bizden bu jarayonda o'tkazib saqlan jinoyat, günah, xatoliklarimiz ne? Gufranek ma'fiyat qilishlarida talab qilamiz. Ey Robbimiz ve ileykel masir. Chunki eng oxirgi boradigan nishon, oxirgi qaytadigan yerimiz hammasi o'zlariga oid. Sen haqiqiy iloh, biz bir banda, biz o'zir tarafdan keldik, o'zir tarafga qaytamiz. Biz özüne itaat kılımız, seni bizni keçirula bu şekilde buludu. Yani biz senin rahmetlerindeki gazap verildi. Üstün işgalliğine iman etkan. Diğer şekilde dua ile 285. ayet ahırlaştı. Hem de 286. ayette La yukallifullahu nefsen illa vus'aha لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tercüme kılınızdan kılınmışlar. Allah her kandak bir kişini şu kişi kudurtu yedidiğen dairede vazife atıdı. Şu dairede onunla mesuliyet biridir. Her qanday bir kişinin qilgan yaxshi ishimi o'ziga, yomon ishimi o'ziga deb bo'lib duo boshlandi. Ey Robbimiz, biz unutib qolsak, xatolatsak, bizni bu orqali jazolamizlar. Ey Robbimiz, bizga ilgarikilarga yuklaganga o'xshash qiyinchilik, mashaqqat ishlarni yuklamizlar. Ey Robbimiz, biz qilolmaydigan ishlarni bizga mas'uliyat qilib qo'yatmizlar. Bizning bütün gunohlarimizni ham afv qilsizlar, mag'firat qilsizlar, rahim qilsizlar. O'zir bizdan egamiz kafir kavminin üstüden bizge g'alaba taqislar bilan Sura Baqara oxirlashdi. Endi ishlar normalda insonning taqatidan chiqqan ishlar bo'ladi. İnsan qilolmaydigan ishlar bo'ladi. Birisi inson qiladigan ammo sal jafo bilan mashaqqat bilan qiladigan ishlar bo'ladi. Ya'ni birisi inson normal qulay qiladigan ishlar bo'ladi. Dinning mas'uliyat dairesi delma ikki dairede. Yani insan qila oladigan dairede. Yani bu yerda la yukallifullahu nefsen illa vus'aha demekçi bu ne? Allah insana buyurgan narsalarning ichida insan qilolmaydigan hech yo'q. Sen bahane tapma. Aqallisi 5 namaz normal insan qiloladigan ish. Dalil 5 namazdan ortiq nafillar bilan o'zining kunlarini o'tkazayotgan ishlar bor. Bir oy ro'za tutish inson qiloladigan ish. Dalil undan ortiq nafil ro'za tutayotganlar bor. Zakat inson qiloladigan ish. Undan ortiq nafil sadiqat va yaxshi xayriyat yo'llarga pul xarjlayotganlar bor. Hech inson qiloladigan ish. Agar qilmagan taqdirda hayvon farisi qanday qiladi tushudi. Demak, din insonga majburiyat, mas'uliyat qilib ortgan ish insonning taqdiri sifat ishlamas. Hatto jihad ismi inson qiloladigan ish. Chunki musulmon emas nurg'un millatlarni urush qilish orqali o'zining erkinligini va o'zining vatanini qo'g'dayotdi masalan. Bu demak inson qiloladigan ish. Allah buyurgan taklifatlar, vazifalarning ichida inson qilolmaydigan bir ish yo'q. Agar ashta bo'lgan bo'lsa, hech kim nafli ibodat qilmagan bo'ladi. Buyurgan takliflar, nafli ibodat qilganligining o'zi Allah buyurgan bütün farz amallarning hammasi insonning normal toqatida ekanligining nimasi isboti. Endi shundan keyin la yukallifullahu nefsen illa vus'aha bizga taklif qilinayotgan, bizga otilayotgan bütün mas'uliyatlarning bizning taqat doirimiz ekanligini deb qo'ygandan keyin bizga o'rgatib oyatning oxirisida Robbana la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladina min qablina Robbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Alloh doir taklifda qudrat doirasi jid taklif qiladi bandani. Shu usul vazifa yuklaydi. İnsandan kuch yetmaydigan ishga buyurmaydi bo'lib, keyin bizga o'rgatib o'tadi.
Allah dinimde bizge ilgili gerek atmamışlar, egil mesuliyetini atmışlar. Bizim kuchimiz yetmeydiğen işlerimizde, kanakımızda, yüklümüzde degen şekilde. Buna bir ayet var. Allah subhanahu wa ta'ala özünün elçilerininki ve müminlerininki muşu duanı okuvat kalıqını Rabbana ve la tahmil aleyna degen ayet okuvat kalıqını anlap Allah nim degen qad faal ben icabet kıldım dualarını degen bir rivayet mi? Hem bah. Rabbana ve la tahmil aleyna ve la tuhammilna ma la taqata lana bih degen vaqt Allah kıldım degen çünkü bu duanı Allah bizge Allah degendi. O da rakamda Allah arkadan okşaştım münezzeh neyse kendisi işe fakat misal düşünüş için misallarını alınız. Biz bazı küçük ballarımızga bazı taleplerini koyumuz. Mani dana balar, mani birme. Kolumuzda buradan heyetlik var. Ya pişanın birini suyup koyan bala mayetlik birmen deyimiz. Suyup koydu birimiz. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bu yerde ne davatıdı? Başta dua kıl davatıdı. Allah başta de davatıdı. De degeyken çokumuz dedop Allah onu kana kılıdı. Çokum mutlak icra yani icabet kana kılıdı, kılıdı. Hem de bu takat meselesi bütün müminlerin arasındaki bir ortak bir nokta. Bazı kişilerimiz var, himmeti biraz büyük. Hatta nebli ibadetle gıca anaklıdı o, kim iyiydi? Bazı kişilerimiz var, himmeti o derecede kemiremez fakat farz ibadetle kılalaydı. Kaçan ki, bu ortak nokta, yani takati, kudret, dair denilen bir ortak nokta vardı ya, bu nokta ortak halde, töllegende, peslegende, ya ki takatimiz çeki giydi, değişip ketken haman, her kandak adamın hakkında bu hüküm tövelleydi, yanından kalıdı. Mesela, sefer kıldı. Sefer degen normal hayatın çıkış degendir. Seferde her kandak normal olmaydı. Öydükidek, vatandakidek, yurtdakidek olmaydı. Derhal töt reketlik namazda, iki reketke. Hatta çuğlar kokusu bulunduğun, cemiyet kokusu bulunduğun bir haletle bizge yürgüzülüdü. Yani bu hükümler güçlüdü. Periz rozula derhal kin tusu bulunduğunga ruhsat buludu mesele. Bunların hemesini imod etse, biz de vatkan la yükellifullahu nefsen illa vus'ahanın mezmununun birisi. Yani insan ortak bir kudreti yitidiğen, takıtı babır daire var. Muş daire saklandığın müddetçe Allah'ın ahkamları özbeti yüzüldü çünkü kendimiz takat dairesinde kaçan muşu takat yokalgan aman hüküm kana kıldı, pesleydi. Hatta hüküm emel bakaldı bazı vakitlarda. Mesela deyli can meselesi mi? Takıtı yitidiği vakitte başka hüküm düşken olsa hak yetmeydiği yerde el-an haffafallahu ankum ve alime enne fikum da'fa. Aranmadı, acizanı balakını bilgen bu kaç Allah subhanahu wa ta'ala hükümünü kanatıldı, pesletti. Aranmadın 100 müstehkem çınamlıq adam olsa 200 adamın üstünü kalba kılır. Yani bir de 2 sandılan uruş kılışka buludu degendeki mezmunda hükümünü pesli bir de 10 de. Bir de 10'dan bir de 2'ye kanatıldı, pesledi. Bu mu Allah'ın ki takat meselesine gözü tutup hükümünü kanatılığını pesletkini. Hem de bazılarının hataşını ölüp bazılarını kılamıyor kapkasa. Yani doğru bakadın veya ki taksiratları tüpeydedin. Bazılarını kılmaya kapkasa la yukallifullahu nefsen illa vus'aha degen. Kudayım bunu ama buyurmaydı detlam bunda atıklan meselene kutu olduğuna. Ya onda iş yok. Bir yerdeki takatının yetmezlikini siz belirlemeyiniz. Allah belirleydi. Allah sizni bildi, şaraitinizden bildi, taqatinizden bildi. Muşine sizge farz qildi degan gap, bu ish sizning taqatingizda degan gap. Mana bu la yukallifullahu nefsen illa vus'ahaning ma'nosi. Endi oyatning oxiriga kelsak, laha ma kasabat va alayha maktasabat. Biz tarjima qilgan vaqtda qilgan yaxshi ishim o'ziga, yomon ishim o'ziga deb tarjima qildik, qarindoshlar. Amma arab til tadqiqot maqsadida gap bor, tushuntiradigancha tushunib qo'y. Bu yerdagi laha arab tili ko'p hollarda foyda, manfaatni ko'rsatadi. Alayha zinni ko'rsatadi. Shunga tarjima qilgan vaqtda bosroq ifodalanadi. Qilgan yaxshi ishlari laha makasabat. Va alayha makasabatda qilgan yomonlik chunki yomonliklar insonning zina bo'ladi. Bu bir nuqta. Ikkinchi nuqta kasaba bilan kasabatda. Kasaba bilan kasabatda. Kasaba normal agar qomuslarni aqlgan vaqtimizda kasaba qilgan ish, iktasabatmi qilgan ish.
Laha ma kasaba va alayha maktasaba. Tarjima qilmoqda qilgan yaxshi ishni yomon ishni tarjima qildi. Birisi laha bilan alayhaning ta'siri bo'lsa, yana birisi kasaba fe'li bilan iktasaba ikki fe'lning farqi. Dedimki, qomusni asosan ikkalasi qilgan ishlar chiqadi. Lekin kasabaning ma'nosi inson tabiiy, hech qanday bir titirgin bo'lmay, siqilmay, o'zligidan qilgan ish kasaba bo'ladi. Iktasaba desa, sen siqilib, boshqalardan tortinib, bu ishni qilsam bo'ladimi, qilmasam bo'ladimi deb ikkilanib, o'zi zo'rlab qilgan ish iktasaba bo'ladi. Ya'ni Qur'on shu bir atalg'ini shunday ishlatdiki, yaxshi ishlar kasaba bilan ifodalanadi. Chunki yaxshi ishni inson hech qanday bir titilmasdan, ishkalanmasdan, temtirmasdan, siqilmasdan qiladi. Yomon ishlarni iktasaba bilan ifodalaydi Qur'on. Chunki yomon ish har doim siqilish, boshqalar ko'rib qolarmi, o'qib qolarmi, anglab qolarmi, temtirash, qayta tashvishlanish bu orqali bo'ladi. Hatto pul tepish, rizqqa erishishdimi, halol yo'ldan pul tepishlarni kasaba bilan ifodalaydi Qur'on. Haqsiz yo'llar bilan, harom yo'llar bilan pul tepishni iktasaba bilan ifodalaydi. Masalan, deyli, bir odam o'zining ayoli bilan mangan bo'lsa, yoki yolg'iz turgan bo'lsa, tabiiy, shunday normal. Ammo ya harom, ya'ni mahram bo'lmagan ayollar bilan, o'zining ayolidan boshqa ayollar bilan bir yotib aylanib qolsa, bu odamning yuragi normalsiz so'qidi. Atrofda birisi ko'rib qolarmi, ko'rib qolmasmi deydigan bir tashvish bo'ladi, ishqa bir siqilish bo'ladi. Bunga o'xshashlar bir masala. O'zining baqqa kirib bir narsa yesa bir odam tabiiy normal yeydi, o'zining mol-mulkini xaysa normal, ammo boshqalarning baqqa kirib yoki boshqalarning bir narsani xaylagan vaqtda o'shunchalik siqiladi, ishkilinadi, tashvishlanadi. Bu qadar ya'ni ifodalash bu shaklda ifodalanadi. Shunga Qur'oni Karimningki söz qo'llanishda, bu kasaba bilan iktasabani qo'llanishda yomon ishlarga kasaba qo'llanadi. Ya'ni normal, tabiiy bo'ladigan yaxshi ishlarga kasaba qo'llanadi. Yomon, ishkilinadigan, normal va g'ayri normal ishlarga iktasaba qo'llanadi. Bu shaklda qanaqa qilsa bu tushunsa illoki Sura Baqaraning 81-oyatida bir yomonlikni ifodalaydigan o'rinda kasaba qo'llangan. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Kimki yaxshi ishlarni qilib, bu bilan cho'kib ketsa, bu do'zaxda menga qoladi. Bu yerda nima uchun yomon ishni kasaba qo'llangan desa, ifodalamoqchi bo'lgan mazmun shuki, bu inson yomonlikni qildi, shu darajada qilib kunib ketdiki, buni nisbatan yomon ish odatda ish bo'lib qoldi. Ya'ni bu odam mushaqacha patdi yomon ishqa. Yomon ishdan hech topilmaydigan bo'lib ketdi. Bu darajada bo'lgan odamning oqibati do'zaxdan yo'qolish. Degan ifodalash uchun yomonlikqa nima qo'llandi? Kasaba qo'llandi qarindoshlar. Faqat Qur'onda bir yer bor. Mush qo'llangan. Qo'llangandimi? Shu ma'noni ifodalash uchun qo'llangan. Shu nuqtalar shu oyatdan chiqadi. Laha ma kasabat va alayha ma kasabat degan inson qilgan yaxshilikmi o'ziga, yomonlikmi nimaga o'ziga. Yana bu yerdan bizga yana bir mesaj signal uçurdu bir vaqtki inson yaxshi ish qilish uchun hech qiynalish kerak. Tabiiy. Hamma shunday normal. Ammo yomon ishni qilishda biroz zo'rlanadi. Yomon ish degandan keyin ashta bir qiyinchilik taraf bo'ladi. Lekin eng chong musibat nima desa, yomon ish bizga normal aylangan vaqtda qiynalmay, ikkilanmay, tashvishlanmay, siqilmay qiladigan bo'lib qolgan vaqtimiz bizning tugagan vaqtimiz shu. Bizning ishimizningki oxirlashgan vaqti shu. Bu nuqta bizga alohida muhim bo'lgan nuqta, diqqat qilishimiz kerak. Ana keyin oyatning oxirisidagi oyatning laha ma kasabat va alayha ma kasabat tugidi. Robbana la tu'akhidna in nasina aw akhta. Biz xatolatsak yoki biz unutib qolsak, bizni so'roqqa tortmaslar, bizni kechirsizlar degan ma'nodagi oyat. Payg'ambar alayhisalom hadisda ummatimdan xatolik unutish ana qilindi, ko'tarildi degan bir hadis bayon qilingan. Ummatimdan xatolik unutish va majburlangan ishlarning gunohi. Ya'ni hadisdagi ko'tarildi ifodasi bilan oyatni birlashtirgan vaqtimizda, ya'ni gunoh bo'ladiganlik rost. Biz xato qilsak, xatolashgan bo'lamiz. Unutib qilsakmi, xatolik bo'ladi. Chunki Odam alayhisolatu vasallamni unutib qilib qana qildi. Yedi degan yerda va asa Adam robbahu faqala. Odam alayhisolomni osiylik qildi dedi. Ammo Odam alayhisolom unutib qolgan.
Sura Taha'da وَلَقَدْ أَعِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Nimani unutib qoldi? Vazifa, buyruq shaklini unutib qoldi, xatolashdi, oziyor. Ya'ni inson unutib qolganida, xatolashganida xatolik yuz beradiganlik rost. Bu yerda gunohning borligi rost xatolik bo'lgandan keyin. Ammo mushu gunoh ummatdan ko'tarilgan, bizga Alloh nimani o'rgatgan? Biz mashta gunohga tushib qolgan vaqtimizda, gunoh bor bu yerda, xatolik bor bu yerda, biz o'tkazgan jinoyat bor. Bizni kechirsa degan shaklda duo qilishga qara qilgan buyurgan Alloh subhanahu. Endi bu shaklda vaqtda unutib qilish degan nima? Xatolik degan nima? Bu oyatda unutib qolsak, xatolasak, men umrida birada qasdan xatolik o'tkazdim, xatolik o'tkazdim. Sahvallash o'tkazdim, xatolik o'tkazdim. Uyg'urdagi ifoda bor. Arab tilida xato degan so'z, au axtaqna degan xato degan so'z qanday qo'llaniladi desa, buni misol orqali tushuntirib, unutishni ma'noda bizlar uni tushuntirishning hojati yo'q. Ammo xatolashib qilish, sahvallash o'tkazish degan gap mana bu masala. Mana o'quvchi o'quvchi bir narsani o'rganaman. İmtihanın oldida men nurg'un narsalarni mashq qildim, nurg'un hisobotlarni chiqardim, ishladim, o'rgandim, takror o'rgandim. İmtihonga kirgan vaqtida men shunchalik to'g'ri yozdim bor. Shunchalik to'g'ri yozdim bor, hisobni shunchalik to'g'ri ishladim bor, qoidalarni shunchalik to'g'ri ishladim bor. Ammo u yoki bu sertifikadan qoida xato shishildi. Mening unda shashkim yo'q, imtihon yo'q, og'im bor. Mushu arab tilidagi al-xato, sahvancha xato qilish bo'ladi. Yana bir misol olsam, bir kasb o'rganayotgan bir shogird. Ustozi uningga qilayotgan ishni tafsili inchki qanaqa qilib ko'rsatdi. U ko'rdan ko'rib turdi. Ya'ni asl ishning qaysi qoida bo'yicha qilinganligini ko'rdi ko'zlar. O'zining shunda qig'izi va endi o'zi uni qanaqa qilmoqchi, sinamoqchilik qo'liga shunda oldi. Masalan, bir tikchining shogirdi desak, qo'l oldi, ustozdek tikandi. Ustozning tikini ko'rgan. Asli to'g'ri tikishning oq ekanligini biladi. Ashta tikisi va tikanmadi. Mana buning o'zi xatolik. Ya'ni mu'min, musulmon haqiqatni biladi. O'zining ustiga tushgan vazifani biladi. Allohning rasuli tomonidan sizilgan yo'lni biladi. Ammo inson ojizlikka chiqaydi. Bu yo'lda shunchalik ma'nus bor. Ammo u yoqqa ya u yoki bu xatoliklar bilan ilib qoldi. Yoki ba'zi bir xatoliklar yuzib qoldi. Mana buning o'zi arab tilidagi al-xato, bizning uyg'ur tilida sahvallaja xatolikka tushib qolish, xatolik o'tkazish degan. Qasddan masalasi boshqa. Endi inson mayli unutsin, mayli sahvallash o'tkazsin, bir xatolik o'tkazilgan bo'ladi bu yerda. Bu bir xatolikning jinoyati bo'ladi. Jazosi bo'ladi. Dal bizning tilovat qilamiz. Rasulullohning hadisi bizga berayotgan bishorati mushu xatolikning jazosining bizni ko'tarishi. Rufi'a an ummati, ummatimdan kuchtirlik ishning jazosi ko'tarildi degani xatolik bor. O'tkazgan jinoyatimiz bor. Oyatdagi la tu'akhidna innasina vaqtana deganimi biz unutib qolsakmi, xatolik o'tkazib qolsak, xatolik hisob bo'ladi. Uning gunohi bo'ladi. Sahvallash o'tkazib qolsakmi, xatolik gunoh bo'ladi. Ammo mushuning gunohini bizning kechirasizlar, bizni mush orqali jazolamizlar degan duoni Alloh bizga qanday o'rgatdi. Undan keyin oyatda Robbana va la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Bizga ilgirki ummatlarga yuk deganga o'xshash qiyin mashaqqatlar yuklasa, buni ilgirki ummatlarningki diniy taklifot vazifalar qarasak yaratgan bilolmaymiz. Masalan, Banu Isroildagi o'tkazgan bir ig'ir jinoyatning kafarat ustida jinoyat o'tkazganlarni o'ldiringlar, yoki sadaqat qilinglar, yoki mollaringlarni to'plantirib zakat beringlar degandek va undan boshqa normal ahkamlarmi, ig'ir ahkamlar bo'ladi. Endi ma ummati Muhammadga Alloh marhamat qilish uchun u ummatga tushirgan vazifalarni bizga qanaqa tushirmadi. Bu o'zliksiz shaklda biz Allohga bo'lgan shukrimizni, Allohga bo'lgan hamd va sanolarimizni isbotlash uchun bu duoni o'zliksiz takrorlab turishimiz kerak. Bu bir. Undan keyin va'fu an bizni afu qilsa deydi. Yana biz Alloh subhanahu va taologa yalvorib yuzinyapmiz qardoshlar, mush duolarda. Ya'ni bu shu demakki, bizni Alloh payg'ambar avatish orqali ogohlantirdi. Kitoblarni tushirish orqali yo'llarimizni bayon berdi. Ammo shunchalik bo'lsa-mu, biz bu haqni to'liq ado qilolmadik.
Ötküzülen hatalıklarını saklanamadık. Onda olgan için biz bu yerge şu efu babıdın kiriştin başka yolumuz yok. Yani bizni kana kısla efu kısla degen ma'noda. Hem şöyle efu bilen kechirimninki bir farq var. Affu degan asli so'zning ma'nosi turishdigan vaqtda bir qumga iz tushgan bo'lsa, keyindan shamol kelib u o'zini butunlay yo'q qilib o'tib, bu yerda adam mangmagandek bir xil holat bo'lsa, bu affu bo'ladi. Ya'ni bu yerda to'g'rimiz shuki, biz ashta xatoliklarni o'tkazdik-miz. Buni butunlay biz gunoh qilmagandek bizni yo'q qilyapsizlar. Gunohni yo'q qilyapsizlar. Xatoligimiz nima uchun qilyapsizlar? Oldimizda kamiz bu xatoligimiz da'vatdir. Bu bir ma'no. Ondan keyin vag'fir lana degan vaqtda, vag'fir lana degani inson nurg'un o'y, fikrlar, gunoh, ma'siyat tuyg'ulari insonda bo'lib, bu insonning amaliy ish faoliyatiga aylanib oldiga qo'yiladigan bir ahvol bor. Oldiga qo'yiladigan bir ahvol bor. Ya'ni gunoh naq oldimizga qo'yildi. Xatolik oldimizga qana qildi, qo'yildi. Mishaga vaqtda gunohni o'tkazibmiz. Va afvona degani xatolik nima oldimizga kelmaslik. Sen bunda günah kıldın depmo bizni sormaslar. Mavafana olsa vafırlana degani endi günah şu derece çoğun ki aldığımızda kelip kaldı. Sen majnayetini kıldın, günahın mavu, tazadagan cezayın mavu deyilgen ahval kelip kaldı vaqtda biz ne bunun kechirimizlik ki bunun cinayetini, bunun cezasını biz tatmaydı. Biz ne bu cinayet bu cezadan qutulib qolsin degan ma'noda bo'ldi. Varhamna degani bu eng cho'ng duoninki. Ma yuqoridagi va'fu annadan va'fir lanadan muhim duo ki bizni o'z azli marhamatining ochiga ozdiki va'fu anna gunohlarimizni jinoyatlarimizni uchayislar olsa va'fir lana jazosini fokuslar olsa varhamna bizni o'z fazli marhamatiga ozdiki gunoh o'tkazilgan doiraga bizni kirgizmaslar. Gunohdan bizni yiroqlaslar. Ya'ni gunohni o'tkazmaydigan bir holatni bizga nisbatan affunun oldida, mağfiretinin oldida ve rahmna degani. Ondan keyingi oyatda ente mevlana fansurna alel qavmil kafirin. Bu yerda o'zimizning bandichiligini, Allohning bizning xoliqligimizni e'tirof qilishlik, ey Alloh, siz bizning egamiz. Siz bizning yordamchimiz. Anda bo'lgandan keyin kuffarning ustidan bizga nima yordam bersin. Endi oyatning oxiridagi fansurna alel qavmil kafirin Sura Baqara'nın en ahırkı ayeti, en ahırkı duası Sura Baqara'nın 5 bilen şöyle masajkan. Sura Baqara'nın başında iman meselesi tilg'anilgan. Alif lam mim zalikel kitab la rayba fi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'ayb. Bu şekilde başlangan. Mu'minlik ahirda fansurna alel qavmil kafirin bilen qanaqlı ahirlaştı. Yine bu yerde şunda demek çoğum şu ki mesela şahsi iman bilen tugab qolsa sen iman ettin, Allah'a işendin, ahkamını ayettin, ya olan tübüs olmayın. Sen üzen etkan bu imanka. Başkalarını davet kılışı gerek. Ortada imanınla yarışa, ahkam tedbirleydiğin bir muhit hazırlayışın gerek. Sen bu şekilde mansan, senin davet kılıvatkan bu yolun menfaatine doğru gelmeydiğin bir birlik edemden çıkılır. Hukuk menseplerinin aşağı kıldıgan bir bilip edemden çıkıdı o. Bula karşı çıkıdı. Şunu öğren. Sen üzerinin yolda manzanlan, sen karşı çıkayla insanlar çıkıdı, oturdun bir tane topluluş yüzüydü. Sen Allah'a iman edip yolga çıktın, yolun nihayeti bu oldu, anda oğanın ki en ahirde yol tamamlanışı üçün. Ortada Allah'a iman etmediğin bir kişinin kalmazlığı üçün oturduğun cem oluş gerek. Bu cemde Allah'ın g'albi süren sen ularning ustidan qana qilishi kerak, g'alba qilishi kerak. Ana o'qamga sen bu şekilde dua qil. Degandek ifade. Yani Sura Baqaraning 5-ki mu'minning iymoni bilan boshlanadi. Oxirisininki kofirning ustidan g'alba qilish bilan oxirlashishni mazmunida xulosaga vaqtda bir odam shaxsiy iymon aytib bu yo'lga chiqib kelganda o'zi yashayotgan butun jamiyatni bu yolga karşı her qanday bir karıştırıcıdan tazalaş. Bu yolda kurash qilish ve bu kurashda Allohning g'albisi bilan qana qilish, oxiriga utib chiqish, nusratlan chiqish, zafarlan chiqish ifodasi chiqib ketadi. Yani sura eng güzel ahvolashgan.
Bir mu'minningki qadam oladigan tunji qadami va eng oxirgi nishoni bilan oxirlashgan. Bizga bir narsani da'vat qilib qarindoshlar bu sura. Mu'min bilan boshladi, kuffarning ustidan g'al bilan oxirlashdi. Ya'ni bu bizga shuni da'vat qildiki, sen Robbing qo'ygan iymonni butun xalqlarga o'tkazishing kerak. Sen yolg'iz iymon etib yashamaysan. Chunki hayot sana moslashmaydi vaqtda. Hayotning ritmini qilish uchun sen iymon etishing kerak. Qashonlikni iymon etish kerak, uning qashligini iymon etish kerak. Shunda hayot o'zaro bir-biriga moslashadi. Sen o'zingga loyiq, o'zingga mos bir muhitda yashay olaysan, xuddi bular suv kirganga o'xshash. Dal mushaga kelgan vaqtida mush ahvol manfaatiga kelmaydigan, manfaatiga zid keladigan bir bilik odam o'rtaga chiqadi. Bu odamlar sizlarning yo'linglarni to'sidi, bu odamlarni yo'ldan tozalashinglar kerak. Yani texmi xulosalasa qarindoshlar. Mu'minning vazifasi ana shu iymon aytgandan tortib butun dunyoda iymon yeyish mu'minning vazifasi. Bu suraninki boshlanish va oxirlashishninki nimasi? Maslashadigan, ya'ni maslashgan bizga berayotgan mesaj shu shakl bo'ladi. Yana bir usul beradi bizga. Agar mu'min haqiqiy Allohning qonuni bo'yicha menib, Allohning sifatlariga yo'l bo'yicha menib, o'zini go'zal hozirlashsa, oxirgi g'alaba, oxirgi natija mu'minlarning. Sura Saffotning 173-oyatida va inna jundana lahumul g'olibun. Bizning askarimiz, bizning armiyamiz g'olib dedi. Madam mu'minlar g'alaba qilinmasa, mu'minlar o'ziga qaytadan murojaat qilib tekshirib berish kerak. Chunki Qur'on bu shaklda bizga va'da beradi. İmanın cahil bo'lsa va bu musofani bu shaklda go'zal Allohning Rasul ko'rsatgan payda bassang, oxirgi natija kimning bo'ladi? Sizning bo'ladi. Va a'iddu lahum masata'tum min quwwa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallah va aduwwakum wa akharin min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamu. İmkaniyatingiz barcha butun tayyorligini qilamiz emasmi? Mu'min butun sabablarni hamma qilib qo'ygandan keyin, o'zini go'zal shaklda hozirlab qo'ygandan keyin, masala yo'q bir holat shaklda bo'lsa, mu'min qanchalik oz bo'lsin, uning qurol yaroqlari qanchalik kam bo'lsin, oxir qalbi mu'minlarga oid bo'ladi. Tarixga qarab boqsak qarindoshlar. Musulmonlarning cho'ng qalbisining hammasi son jihatdagi favqulodda ozlik, qurol yaroq tayyorlik jihatdagi favqulodda ozlik, tuvallik o'rinli turib yengan. Ularning kofirni mag'lub qilgan mu'minlarning g'alaba qilgani bilan tarix tushadi. Bu nima desa, bu yo'l shunday yo'l. Agar mu'min haqiqiy hozirlansa, oxirgi nishonni cho'qim etalaydi. Mu'minlar jamiyati bu jamiyat mu'minning vazifasi iymon aytib qo'yib, yolg'iz yashash, bir kishilik yashash bu vazifa emas, balki oxirgi nishoni fansunal qawmul kafirin. Buni mu'min idrok qilib tushunish kerak. Alloh subhanahu va taolo bizni shu shaklda iymon qadami bilan boshlab fansurna alal qawmul kafirin bilan oxirlashadigan bir hayotga erishtirsin. Allohning fazli marhamati bilan sura Baqarani tugatdik. Allah yani nisb qilsa Zahravayn bo'lgan Qur'onning ichidagi ikki gul hisoblanadigan sura Baqaraning birinchisi tugagan bo'lsa, ikkinchisi Al Imronni inshaalloh fat fursatda boshlaymiz. Alloh subhanahu va taolo o'qigan o'sha darslarimiz orqali bizga dunyo va oxiratda mag'firat, marhamat va boshqa yaxshiliklarni ato qilsin. Mushu darslarimizni bizga dunyo oxiratda manfaatli qilib bersin va o'zimizning hayotini sura Baqarada o'rtaga qo'yilgan Allohning payg'ambarlari insonlarga tashabbus qilib kelayotgan yo'llar bilan mang'il nisb bo'lsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Keyingi qitimliq darsimizni boshlab sizlar bilan yuz ko'rishganga qadar hammanglar Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.